Coin. Sokakta nasıl yıkar kabinlere ait. Yollarımız olsun kıray. K5 mashinasini olib qo'yganmiz. Bunda bo'layotgan muammo faqatgina jo'fkiligida. Ortiqcha taqir-tuquri yo'q, ovozlari yo'q. Faqat mashinani yumshatish kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Ko'rib turganingizda hadoviy sandiqlarni juda ham slabik. Biz buni Mercedes sandiqblokka o'zgartiramiz va orqadagi qilich sandiqblokni ham slabikligini hisobiga boshqa sandiqblok qo'yib, xudo xolisa mashinani yumshashtirib, o'zgartirib beramiz. Hadoviy qismlarni perdelka qilib, xudo xolisa ustunovka qo'yamiz. Keyin bitta narsa, shogirdlarim savol berib qoldi. Bu savolni sizlarga ham beraman. Mana shu qilichda mana bitta kichkina narsa qotirib qo'ygan, rezinkali. Mana shu narsa nima vazifani bajaradi? Biladiganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Birinchi topgan odamga kartasiga 100 ming so'm pul tashlab beraman. Ko'rayotganingizda Richey sandiqbloklarni perdelka qilib qo'yganmiz. O'zini sandiqblokidan Mercedes sandiqblokining farqini ko'rdinglar. Ancha prochniy bo'ladi. Shuning uchun mashinani yumshoq qilib beradi. Orqa qilichlari slabiyligini hisobiga orqa qilichdagi sandiqbloklarni ham o'zgartirganmiz. Mashina mana shu ikkita narsadan keyin o'zgaradi. Agarda bundan ham yumshoq qilmoqchi bo'lsanglar, amortizatorni perdelkali, perikachkali qo'rsanglar, mashina ba'lu bo'ladi. Xizmatlar bo'yicha bemalol o'ziga aloqachi olib kelsanglar bo'ladi. Pastda murojaat uchun o'rganib qoldirib qo'ying.